Koreyaning mashhur ko'cha ovqatlaridan tokpokkini ko'p tayyorlab ko'rgan bo'lsam ham, bu men uchun eng osoni bo'ldi. Oddiygina kartoshkani yuvib, po'choqlardan tozalab, uni qaynatib olamiz. Pishgan kartoshkani sitidan o'tkazib olamiz. Silliq massa bo'lgandan keyin tuz va kartoshka kraxmal solib, yaxshilab aralashtiramiz. Jo'xori kraxmal emas, kartoshka kraxmaldan solamiz. Qo'limiz yordamida xamir holatiga keltirib olamiz. Shunaqa yumshoqqina plastinga o'xshagan xamir hosil bo'ladi. Pishmasdan turib xamir o'zi ishtahani ochadi. Xamir bilan ishlash ham juda ham oson. Xamirni tindirish ham shart emas, teng bo'laklarga bo'lib, iloji boricha bir xil qalinlikda toklarimizni yasab olamiz. Xohlagan uzunlikda toklarimizni kesib olib, qaynab turgan tuzli suvda 5-7 daqiqa qaynatib olamiz. Tayyor bo'lib pishgan toklarni muzli suvda chayib olamiz. Kartoshkali tokpokning teksturasi ham guruchlikdan aslo qolishmaydi. Hammaga birda yoqmasa ham o'zini sevib yeydiganlar bor. Endi sousini tayyorlab olamiz. Shakar, tuz, paprika, ko'chachang pastasi, soya va suv yaxshilab aralashtirib 5 daqiqa qaynagach, tayyor bo'lgan toklarni solib yana qaynatamiz. Achchiqqina tokpoki bilan ichish uchun muzdek ichimlik tayyorlab olamiz. Muzdekni ichimlik tayyorlash uchun bayarskini, anor va morsdan foydaladim. Issiq kunlarda ham achchiqqina ramyonli bilan ham shunaqa zo'r chiqadi. Limon, muz va meta solish ham esingizdan chiqmasin. Tokpoki tayyor bo'lguncha muzdekni ichimligimiz ham tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan tokpoki ustiga kunjut sepamiz va nori listi bilan dasturxonga tortib sepiladi. Tokpoki yaxshi ko'radiganlar, sizlar ham shu retseptdan tayyorlab ko'ringlar.